Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana asl game. Bugun Please Donat'da sizlarga kodlarni o'rgataman. Qani ketdik. Lekin like va podpiska bosish esingizlardan chiqmasin. Mana kirib ham oldik. Mana kirganingizdan keyin mana bu yerga kelasizda mana bunaqa bosasiz. Meni $140 pulim bor. Buning uchun $140 olish uchun men bu yerga hammasi katta bilan Hunter deb yozasizlar. Yo'q, Hunter emas. Boshqacha edi. Mana Hunter deb yozasizlar. Hunter deganingizlardan keyin mana bunaqa bosasizlar. Sizlarga pul beradi. Men bu kodni yozib avvallari ishlatganman. O'shanga menga hozir pul bermadi. Endi buni o'chiramiz va katta bilan please donat news keyin 15 bosamiz. Yana bosamiz. Bu kod menda ishlatilgan. O'shanga menda pul bermayapti. Endi keyingi kodni ko'rsataman. Endi sizlar yana kod yozishga kirasizlar va hammasi kichik bilan please donat 2 deysizlar va bu sizlarga $20 pul beradi. Men bu kodni ham ishlatganman. O'shanga sizlarga tavsiya qilaman. Hozir yana bitta kod ko'rsataman. Endi yana kodga kirasizlar, buni o'chirasizlar. Lazar bam deysizlar va bosasizlar. Sizlarga yana pul beradi. Men bu kodni ham ishlatganman. Buni bossangizlar $30 beradi. Bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosish esingizlardan chiqmasin. Sizlar meni like bosib quvvatlab tursangizlar, men ham videolarni yangilab ko'paytirishni boshlayman. Xayr.